Assalomu alaykum issiqxona podpischiklari. Mana qishki kunida ham mana ko'rib turishingiz mumkin. Pomidorlarimiz pishib yotibdi. Mana dandon havsimiz ichida mana pomidorlar isib yotibdi. Ventilyatorlar mana bunda ham ko'rpa usulidan foydalanilgan. Bir qavat, 3 qavat termos qilib yopilgan ekan. 3-qavat ko'rpa qilib hisoblanib yopilgan ekan. Mana pomidor havsimizni ko'rishingiz mumkin. Bunda ham mana chiroyli qilib mana pomidorlar yetishtirilyapti mana. Bir chiroyli bo'lib mana. Kanalimizga podpiska bo'lib a'zo bo'lishinglarni istab qolamiz. Mana pomidorlar yetishib yotibdi.